Assalomu alaykum qadrli muxlislar, sog'liklaringiz yaxshimi? Sizlar bilan Uzblog, Ravon TV YouTube kanallari bugun sizlarning e'tiboringizga Xonobod tepada joylashgan 3,5 sotikdan iborat 2 qavatli inshootli uyni xonadonni ko'rsatamiz. Mana shu hovli bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan hovlimiz bo'ladi. Demak, xonadonning hovlisidamiz. Ko'rib turganingizdek, to'g'rida 2 qavatli inshoot, oldida bog' maydoni bor. Mana shu joyda naves qilishimiz mumkin va orqada o'choq qilib qo'yishingiz imkoniyati ham mavjud bo'ladi. O'ng qo'limizdagi inshoot bu qo'shnining inshooti bo'lib, derazalari tushganiga hayron bo'lmaysiz. Bu yerda demak, qo'shni deraza tomonda e'tibor bermaysiz. Mana bu joydan oq ip tortib qo'yilgan. Bu joyda uy egalari sotib oladigan bo'lsangiz, devor tortib berishadi, baland qilib devor tortib berishadi. Qo'shni xonadonning derazasi bu xonadonga qaramagan bo'ladi. Juda ham chiroyli holatida bo'ladi. Bu yerda juda ham chiroyli qilib ekinlar ekib qo'yilgan ekan. Va mana bu joyning o'zida 3 ta avtomobilni sig'dirishimiz mumkin va bu yerda chiroyli qilib naves qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xonadonning orqa tarafi bo'ladi. Hozir bu taraflarni ham ko'rsatamiz. Mana shunaqangi orqa tarafi. Demak, xonadon pishiq g'isht bilan ko'tarilgan, qurilgan, juda ham mustahkam qilingan, faqat orqa taraflarida xom g'ishtdan foydalanilgan, faqat mana shu joyda quyilgan xom g'ishtdan orqa taraf foydalanilgan. Oldi taraflari umuman tashqi devorlarida pishiq g'ishtdan foydalanilgan ekan. Demak, xonadonda suv, svet, gaz mavjud bo'lib, hali kanalizatsiya yetib kelmagan, lekin bemalol 10 yilga yetadigan bu yerda quvurlar qozib qo'yilgan ekan, alohida qilib qo'yilgan ekan. Hozir xonadonning ichkarisiga kiramiz. Tashqi fasodlarga e'tibor bering. Derazalar bu yerda plastik romlar o'rnatilgan va mana shu eshik orqali xonadonning ichkarisiga kirishimiz mumkin. Xonadon 3,5 sotikdan iborat bo'lib, 2 qavatli inshooti mavjud. 6 xonaga mo'ljallab qo'yilgan. Undan tashqari bitta kladovka podvali ham bor. Bismillahirrohmanirrohim. Mana xonadonning ichkarisiga kirdik. Demak, xonadonning ichkarisiga kirganimizda bu hozir koridor qismi bo'ladi. O'ng qo'limizda mehmonxona, to'g'rimizda bu yerda o'ng qo'limizda tualet, vanna bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimizda chap qo'limizda bu bitta yotoqxona va mana bu chap qo'limizda esa oshxona joylashgan. Atroflari ko'rib turganingizdek chiroyli qilib aboy qilib qo'yilgan. Patologlari ham juda ham chiroyli formalar berilgan, faqat to'chishni svetilliklar va qandil o'rnatsangiz bo'lgani. Pollarga to'xtaladigan bo'lsak, cho'pli pol sistemasi yo'q ekan, lekin xonadon issiq bo'lar ekan. Har bir mana shu даже koridorlarga ham radiatorlar o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda titan mavjud. Polga to'xtaladigan bo'lsak, taxtadan pol yasalgan ekan. To'g'rida bizda titan o'rnatilgan joy ham mavjud. Demak, hozir biz o'ng qo'ldagi mehmonxonadan boshlaylik ko'rsatishni. Mana bu mehmonxona qismi bo'ladi. Atroflari aboy qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli qilib. Demak, mebellarga to'xtaladigan bo'lsak, mebellar olib chiqib ketiladi, faqat xonadonning o'zi sotiladi. Derazaning ostida bu yerda radiator o'rnatilgan va mana shunaqangi patolog qismi mavjud. To'chishni svetilliklar o'rnatishingiz uchun simlar chiqarib qo'yilgan. Faqat qandil va to'chishni svetilliklar o'rnatsangiz bo'lgani, hovliga qaragan derazalar mavjud. Demak, xonadonning ichkarisidagi eshiklarga to'xtaladigan bo'lsak, mana shunaqangi taxta eshiklar o'rnatilgan. Bularni ham menimcha oynalarni o'rnatsangiz bo'lgani. Juda ham chiroyli, menimcha adashmayotgan bo'lsam 4 metrga 6 metrni tashkil qiladigan mehmonxona qismi edi. Demak, mehmonxonadan chiqdik, endi esa oshxona qismini ham ko'rsatamiz. Oshxona qismining mana bu tashqi tarafi, ya'ni koridorga qarab turgan tarafi mana shunaqangi alyumindan qilingan, profildan qilingan, o'rtasida oynalari bor. Mana 2 tabaqali ochiladigan qilib qo'yilgan. Bu yerda ham mana aboylar qilingan, kuxnya mebellari o'rnatilgan. Kuxnya texnikalaridan qoladimi? Kuxnya texnikalari, mebellari xullas qolar ekan. Patolog qismi bu yerda plastikdan qilingan. Bu yerga ham qandil o'rnatishimiz mumkin. Bu yerda televizor o'rnatib qo'yilgan ekan, televizor olib chiqib ketiladi. Bu xolodilnik ham olib chiqib ketiladi. Hovliga qaragan bu yerda derazalar mavjud, atroflari aboy qilib qo'yilgan. Tarket mahsulotidan pol yasab qo'yilgan ekan. Demak, metrajlarga to'xtaladigan bo'lsak, agar adashmayotgan bo'lsam 4 metrga 4 metr yoki 3,5 metrga 4 metrni tashkil qiladi. Bu sal uchburchakroq shaklda qilingan ekan. Mana shunaqangi. Demak, mana bu joyda hozir suvning ishlashini ham ko'rsatmoqdamiz. Mana shunaqangi napori yaxshi ko'rib turganingizdek. Oldida gaz plita o'rnatilgan, bu gaz plita ham qoldiriladi. Mana bu stиральный mashinaga to'xtaladigan bo'lsa, olib chiqib ketiladimi? Bu olib chiqib ketilar ekan. Farch qismi bu yerda kafildan qilib qo'yilgan va mana bu kuxnya mebellari qoldirilar ekan. Endi esa koridor bo'ylab davom etadigan bo'lsa, keyingi xonalarni ko'rsatishda davom etamiz. O'rtada mana shunaqangi zinapoya o'rnatilgan, ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz mumkin. Chap qo'limizda bu yerda bitta yotoqxona mavjud, mana shunaqangi yotoqxona mavjud. Demak, mana shunaqangi yotoqxona mavjud. Ko'rib turganingizdek, atroflari aboy qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli
bu yerda patologlar yasab qo'yilgan, точный svetильniklar va qandil o'rnatishingiz uchun rozetka vходlari, ya'ni o'sha simlar chiqarib qo'yilgan ekan. Demak, xonadonning, ya'ni ko'chaga qaragan bu yerda derazalari ham mavjud ekan. Hammasi ochilar ekan, plastik romlardan o'rnatilgan, atroflari aboy qilib qo'yilgan. Demak, bu xonaga ham to'xtaladigan bo'lsak, adashmasam 4,5 metrga 3,5 yo 4 metrni tashkil qiladigan yotoqxona qismi edi. Endi esa koridorga qaytamiz va zinaning yonidagi mana bu joyda joylashgan sanuzel xonalarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. To'g'rida bizda vanna xonasi bo'lsa, chap qo'limizda hojatxona joylashgan bo'ladi va undan tashqari mana bu joyda titan o'rnatilgan, ya'ni xonadonni issiq suv bilan ta'minlab turiladigan qurilma gaz orqali ishlaydi. To'g'riga o'tganimizda mana shunaqangi dush xonasi, ya'ni vanna xonasi mavjud. Bu yerda ham mana isitishlik uchun radiatorlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Chap qo'limizdagi xona bu hojatxona bo'ladi. Faqat bu yerda o'sha chorniy oddelka holatida turibdi. Unitaz o'rnatilgan, ishlaydi, funksional. Bu yerda ham radiator bor, faqat kafel o'rnatsangiz bo'lgani. Yuqori qismlarida esa plastik qilib qo'yilgan tuynik o'rnatilgan, ya'ni havoni tortib oluvchi tuyniklar o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana bu joydan esa podvalga tushishlik mumkin, ya'ni mana bu yotoqxonaning osti podval qilib qo'yilgan. Buni ham rasmlarni qoldirishga harakat qilamiz. Koridorda ko'rganingizdek, zinaning ostida ham radiatorlar o'rnatib qo'yilgan. Demak, birinchi qavatdagi hamma xonalarni ko'rsatgan bo'ldik. Bu yerda asosiy xona bitta katta mehmonxona, bitta yotoqxona va katta oshxona joylashgan bo'lib, undan tashqari sanuzel xonalari joylashgan edi. Endi esa zinapoyalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Mana bu esa ikkinchi qavatning patolog qismi bo'ladi. Hozir zinapoyalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Demak, ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda mana shunaqangi hol qismi bizni kutib turadi. Juda ham chiroyli qilib aboylar qilib qo'yilgan. Televizor o'rnatishingiz uchun bu yerda stinkalar qilingan. Undan tashqari patolog qismlari ham juda ham chiroyli formalarga ega. Hovliga qaragan ikkita derazalari mavjud va har bir derazaning ostida mana shunaqangi radiatorlar qilib qo'yilgan. Tushunarli. Ikkinchi qavatga to'xtaladigan bo'lsak, ko'tarilganimizdan so'ng to'g'rida mana shunaqangi hol qismi bo'ladigan bo'lsa, chap qo'limizda bu yerda bitta kattakon zal, mehmonxona mavjud va ko'tarilganimizda o'ng qo'limizdagi mana bu xona esa bolalar yotoqxonasi yoki yotoqxona o'rnida ishlatishingiz mumkin bo'lgan xona. Atroflari aboy qilib qo'yilgan, ko'rib turganingizdek, ko'chaga qaragan derazalar o'rnatilgan va mana patolog qismlari ham juda ham ajoyib formalarga ega, точный svetильniklar va qandil o'rnatsangiz bo'lgani. Bu yerda polda ham taxtadan foydalanilgan va undan tashqari eshiklar ham taxtadan qilingan. Endi esa hol qismiga qaytamiz va chap qo'ldagi mana shunaqangi kattakon bo'lgan zalni ham ko'rsatamiz. Demak, zalda ham derazalar o'rnatilgan, ya'ni hovliga qaragan derazalar va mana bu zalning kattaligi juda ham katta va keng zalga o'xshaydi. Agar u adashmayotgan bo'lsam, bu 12 metrni tashkil qilsa kerak va mana shunaqangi ajoyib bo'lgan patolog qismi. Atroflari aboy qilib qo'yilgan. Demak, bu xonada ham radiator o'rnatib qo'yilgan, qishki paytlari issiqqina bo'lib turadi va mana shunaqangi plastik romlar mavjud. Hozir hovli qismini yuqoridan ko'rsatmoqchimiz. Mana shunaqangi mahalla. Tushunarli. Narxlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu xonadon hozir $72,000 ga baholanmoqda. 3,5 sotikdan iborat 6 xona. Xonalar ko'rib turganingizdek ta'mirlangan holatida va Xonobodda joylashgan, bu Toshkent viloyati Zangata tumaniga tegishli Xonobodda joylashgan juda ham yaxshi mahalla.